Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Megakimyo 2022-yil 1-mavzu yechimlarini davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan 30-dan 33-gacha, ya'ni 34-masalagacha bo'lgan masalalarning yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, masalalarimiz modda miqdori n berilganda moddaning massasini topishga asoslangan masalalar. Modda miqdori n teng kichkina m berilgan moddaning massasi, katta mimiz moddaning molekulyar massasi bo'lsak modda miqdori kelib chiqadi. Endi kichkina m teng, ya'ni modda massasini topish uchun kichkina m teng n modda miqdori ko'paytirilgan moddaning molekulyar massasi. Mana shu formula asosida ishlasak bo'ladi. Misol tariqasida 0,1 mol natriy gidroksid ning massasini toping deyilgan. Natriy gidroksid 40 gram taqsim molga teng. Bu katta m ni beradi bizda. Kichkina m teng 0,1 mol ko'paygan 40 gram taqsim mol. Bu yerda mollar qisqarib ketadi ko'paygan, natijada bizda 4 gram kelib chiqadi. Demak, bizda 0,1 mol natriy gidroksidning massasi 4 gram ekan. Savollarga qarasak, 30-savol 0,25 mol miqdordagi dolomitning massasini hisoblang degan. Mana bizda dolomit, kalsiy karbonat, magniy karbonat massasi 184 gram taqsim molga teng. Kichkinamni topsak, ya'ni massasini hisoblasak 0,25 mol ko'paygan 184 gram taqsim mol. Javob 46 gram kelib chiqadi. Demak, bizda 30-savolimizning to'g'ri javobi D javob bo'ladi. 31-savol 0,3 mol miqdordagi so'ndirilgan ohak massasini hisoblang. So'ndirilgan ohak molyar massasi 74 gram taqsim molga teng. Massasini topsak 0,3 mol ko'paytirilgan 74 gram taqsim mol. Demak, bizda 22,2 gram kelib chiqadi. Demak, 31-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 32-savol 0,11 mol miqdordagi taxir tuz massasini hisoblang. Demak, taxir tuzimiz magniy sulfat 7 molekula suv. Buning molyar massasi 246 gram taqsim molga teng. Massasini hisoblasak 0,11 mol ko'paygan 246 gram taqsim molga teng. Hisoblasak 27,06 gram kelib chiqadi. Demak, bizda 32-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 33-savol 0,4 mol miqdordagi mis kuporosi massasini hisoblang. Mis kuporosi mis sulfat 5 molekula suv. Buning molyar massasi 250 gram taqsim molga teng. Massasini topsak 0,4 mol ko'paygan 250 gram taqsim mol. Bizda 100 mol kelib chiqadi. Demak, 33-savolimizning to'g'ri javobi C javob bo'ladi.